Sizda gepatitmi? Jigarda og'riq bormi? Qahva iching. Siz kutgan tabiiy yordam. Ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Qahva jigarni rak va sirrozdan himoya qiladi. Na dorixonadagi qimmatbaho dori va gepatoprotektorlar hech biri qahva bilan tenglasha olmaydi. Qahva nafaqat kasallikni oldini oladi, balki rak xavfini kamaytiradi. O'tda toshmi? Qahva iching. Retsidiv xavfmi? Qahva iching. Doktorlar jigar kasali bor odam uchun qahva kerakli ichimlik deyapti. У вас гепатит Б, у вас гепатит С, у вас проблемы с печенью, пейте кофе. Это замедлит переход в рак. Это 100% доказано. Hamma biladi. Haqiqiy chekni kofe to'g'risida. Do'konlar rastasidagi sintetik kofe to'g'risida emas bu ma'lumotlar. Esda tuting, har kunlik bir piyola qahva bu sizni jigaringiz himoyasi.